Bachadon ichiga embrion ko'chirib o'tkazildi. Xo'sh, endi qimirlamay yotish kerakmi yoki harakatlanish mumkinmi? Eng muhim savollardan biri. Eko protokolida bachadon ichiga embrion o'tkazilgandan so'ng doktor yurishi mumkinmi yoki qimirlamay yotaymi deb so'rashadi. Keling siz bilan bu savolga birgalikda isbotlangan tibbiyotdan javob topamiz. Har doimgidek men birinchi o'rinda PubMed saytiga kiraman, chunki bu yerda juda ham ko'p tahlillar, tekshiruvlar, tadqiqotlar natijalari berilgan bo'ladi. Qidiruv oynasiga savolimni yozaman va birinchi o'rinda bu sayt menga isbotlanganlik darajasi yuqori o'rinda turadigan meta-analiz va sistematik obzorni, bu tadqiqot 1002 ta ayol orasida o'tkazilgan ekan. Ayollar 2 guruhga bo'lingan va meta-analiz natijasi shuni ko'rsatadiki, transferdan so'ng darrov doimiy hayot faoliyatiga tushish, ya'ni harakatlanish eko protokoli natijasiga mutlaqo ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun embrion transferdan so'ng yotoq rejimi umuman tavsiya etilmaydi. Ba'zilar qimirlamay yotish homiladorlik bo'lish imkoniyatini oshiradi deb o'ylashadi. Tibbiy nuqtai nazardan sizning eko rezultatingiz sizni harakatsiz yotishingizga emas, balki embrioningizning sifatiga, bachadonni ichki qavati endometriyning holatiga va albatta shifokoringizni professionalligiga bog'liq.